Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sadok sirni ochar ekansan-da bir. Hamma sadok qafasda baliq yetishtirish deb gapiradi. O'shanga hozir ko'rsatuvimizda shu sadok to'g'risida ozgina tushuncha beraman qo'ldan kelgancha. Zo'r variant ekan, foydali bo'lib qoladi deb o'ylayman. Sababi biz endi sadok usulda ko'lda qilganman-ku, ko'rgansan-ku. Ha. Sanda endi dengizda turibdi. Dengizda odamlar hozir ko'pchilik sadokka qiziqish bildiryapti. O'shanga ozgina bo'lishamiz, fikr almashamiz. Kam ko'sti bo'lsa, kommentariyada yozishadi. O'shani kuzatuvchilar o'zligicha baho berishadi. Endi qo'ldan kelgancha tushuntiramiz. O'zi ham ja professionalmiz deb aytolmayman. O'rta baliqchilar mana shu Toshkent dengizidagi Bekzodda baliq boqadigan joyi. Rahmatli do'dasi mana shu sohani bularga asoschi bo'lib, shu narsaga bir yo'l qo'yib, kam ko'stlarini bir iloji boricha o'zlari bilganlaricha bir to'g'rilab berib, bularga yetkazib berishga harakat qilishgan. Endi mana Bekzod amakilari bilan birga mana shu sohani davom ettirishyapti. Xudo xolasa bu dunyo bo'yicha rivojlanib kelayotgan narsa, butun dunyoda qilinayotgan narsa. Meni o'zimni bu narsada tajribam ancha kam. O'zimcha yaxshi tushunmayman bu narsani. Lekin oxirgi paytlar mana Bekzod bilan tanishgandan keyin kelib, ko'rib, boshqa qilib o'rganib, bu narsaga ozgina qiziqish paydo bo'lyapti. Menimcha buni ham bir kamchiliklarini bir o'rganishga harakat qilib, o'zidan qanaqadir ko'ngli to'lmayotgan yoki qanaqadir o'xshamayotgan joylari, qaysi joylarda kamchilik yo'l qo'yilyapti, shularni aytib o'tib ketishga harakat qilsa, balkim kuzatuvchilardan yoki bizani nafaqat O'zbekistondan, boshqa davlatlardan ham kuzatayotganlar bor. Muloqot qilib gaplashib turamiz. Ularda balkim bizda misol uchun ko'l baliqchiligi bo'yicha ilg'or ketayotgan bo'lsa, ilg'or deganda qanaqa bilganimizcha misol uchun birlashtirib davom ettirib yetkazib berayotgan bo'lsa, balkim qafas baliqchilikda ham kimdir juda ham katta bir natijalarga erishib, bizani qanaqadir aqlimiz yetmayotgan yoki bizani baliqchilik hozir tushunmayotgan narsani bilishi mumkin. Shularni avvalo bilish maqsadida o'sha kommentariyalarda fikr almashib, ko'rishib, biron bir xo'jayinlarga taklif bo'lsa, hozir mana Xudo xolasa qisqa aytib o'tib ketyapman. Eronga taklif qilishyapti. Mina qafas suvlarini ko'rsatamiz. Bizanikini ham borib o'rganinglar deb. Yangi yilgacha nasib qilgan bo'lsa, borib ularni ham ko'rib, bir obzor qilib, tepasida bir fikr almashishga harakat qilamiz. Bekzod do'dinglarni Alloh rahmat qilsin. Ilohim amin etganingiz. Bu hunaringlar, bu qilayotgan narsalaringlar abadiy bo'lsin, chiroyli bo'lsin, dunyo va oxiratinglarga bir foydali bo'lsin. Bizani taklif qilganing uchun rahmat. Rahmat sizga ham ustoz. Savollardan boshlaymiz endi. Bo'ldi, qo'ldan kelgancha tushuntirib beramiz. Ustoz, biz o'zi 2018 boshlaganmiz baliqchilikni bu yerda. 2018 platinani tagidan joy olganmiz, o'sha yerda ozgina yetishtirib, har xil qiyinchiliklarga duch kelganligimiz tufayli, suv o'ynab turishini bilmaganligimiz tufayli uje sal ichkariroq ko'chishga majbur bo'lganmiz 2018 oxirlarida. Bu yoqda ham bo'lmagandan keyin bu yoqdan lesxoz bilan, ya'ni o'sha o'rmon xo'jaligi bilan do'g'or qilib, qirg'oqdan joy olganmiz. Bu yoqdan 20 sotka joy olganmiz. Qafas uslubida qilayotgan vaqtimizda baribir ham bizga yer o'z o'rnida kerak bo'ladi. Sababi men betonlar yo'q edi, turgan betonlarimiz. Betonlarni noldan quydirganmiz. Sababiga transportirovka kerak-da. O'sha baliq olib ketadi, baliq olib tushadi, undan tashqari yemlar, har xillarni transportirovkaga mo'ljallangan yer. O'zi undan oldin vagonetka qilganmiz, bu bizilaverib shu beton qilishga qaror qilganmiz oxiri. Suv ko'tarilib turadi, doimiy ko'tarilib o'ynaydi, balans bo'lib turadi. O'shani hisobiga ham Toshkent dengizi hammamiz bilamiz, bu suv zaxirada. Zaxira. Poliv uchun, ekin xo'jayinlarini, paxtani shunaqa narsani sug'orish uchun zaxiraga suv yig'iladigan joyda bet. Yozgi kunlar misol uchun dehqonchilik qilinmaydigan paytda suv yig'iladi betga, dehqonchilik qilingan paytda betdan o'zini me'yorida suv chiqarib turiladi-da. O'shaning uchun xohlasang, xohlamasang necha yildan beri o'ynaydigan narsa. Aynan yozgi kuni shu avgust oyida maza qilib cho'milamiz ekan paytimizda suv kamayib ketgan bo'ladi o'zi. Endi biz uni boshqara olmaymiz ustoz. Bu yerda o'zimizga kerakli sharoitlarni qo'yganmiz. Qirg'oqda ishchilar uchun ish o'rinlari bor, oshxonasi bor, hojatxonasi bor. Bir 4-5 ta ishchilarni ish bilan ta'minlaymiz. Malades. Hamma yoq kameralar bilan jihozlangan. Bekzod, bilasan, men qaysi xo'jalikka borsam, birinchi bo'lib baliqchilar e'tibor bermayotgan narsaga e'tibor berishga harakat qilaman-da. Mana bizani xo'jaligiga borganingda ko'rganmisan, qanaqadir birovni aqli yetmaydigan qanaqadir yengli yoki qattiq gatsint suvni filtrlashga yoki qaysidir joyda bitta granulyator turgan bo'ladi yem chiqarishga, qaysidir joyiga qarasang yozga chidaydigan misol uchun yem taqalab qo'yilgan bo'ladi. Yana qaysidir joyiga qarasang baliq sotishga sharoit, bir joyda artizandan chiqishga sharoit. Mana sen dengizda baliq boqasan. Hozirgi kunda
qiziqishda baribir ishqibozchilikning chegarasi bo'lmaydi, oxiri bo'lmaydi bu narsani. Mana Xitoy davlatlarida, yana boshqa davlatlarda mana shu qafasda amur balig'ini yetishtirishyapti. Undan tashqari yana o'txo'r baliqlar bor-da. U sen o'zingni imkoniyatingdan kelib chegaralanib qolganingni hisobiga qirrasini ochging kelmayapti yoki chuqurlashging kelmayapti-da. Mana misol uchun mana shu karpi o'txo'ri, yirik o'txo'ri amur bo'lsa, mayda o'txo'ri talstalobda. Talstalob balig'i ham karp oilasiga kiradi, bilasan? Fitoplankton yeydi misol uchun. Amur o'tlarni yeydi. Qara qancha o't bor-da shu yerda. Ay, chegarasi yo'q buni. Behisob. Behisob. Mana shu o'tni yeydigan biron bir baliq to'g'risida o'ylab ko'rmaganmisan hech? To'g'risini aytsam, o'ylab ko'rganman, hozir uni ustida jadal shug'ullanmayapman. Sabab juda ko'p. Bekzod, bu seni minusing. Gapingni bo'ldim, aytib o'taman. Bir yilda bir marta baliq solasan. Shunaqa. Bir yilda bir marta baliq olasan, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin har kuni ovqat berasan. Orada bo'lmaydi-ku, 3 oy ovqat bermaymiz-ku. Qishni nazoratga olmaganda, misol uchun mavsumda ovqat berasan har kuni boqayotgan payt. Shuni mavsumga boylab qo'ysang, qarang qancha o't bor. Ovqat tekin. Hali bilmagan, ilm yetmagan hali ancha-muncha narsalarimiz bor, ustoz, bu narsa ustida. Qara Bekzod, men bitta narsa yangi qo'shimcha qilaman senga. Sazan balig'iga chet eldan kelayotgan yemlar bo'ladimi, o'zimizda chiqayotgan yemlar bo'ladimi? Kombikorum ko'rasan, granula. Men ichida nima borligini bilasan? Yo'q. Yo'q-a? Qisman. Bu o't tez o'sayotganning hisobiga, bunda o'sha kollagen, keyin bunda kerak bo'ladigan o'sha o'sishga yordam beradigan vitamin moddalar bor-ku, ko'pda juda ham. Lekin oqsilining kamligini hisobiga baliqqa oziqa bo'la olmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsa bor-da, agar bu o'tni olib, qisman suvini quritib turib, maydalab, biron bir narsaga aralashtirib yem chiqarib beradigan bo'lsang bor-ku, sen 50% ovqatingni iqtisod qilib qo'yasan, bu yerda ukam. O'zi asosiy muammo. Yo'q, bitta siri bor, aytaman senga. Suv xo'jaligini atrofidami, mana suvlarni bo'yida o'tayotgan o'tlarmi, tashqarida o'sayotgan o'tlarmi, shuni olib chaynab ko'rganingda bor-ku, achchig'i bo'lmaydigan bo'lsa bor-ku, hammasini baliq yeydi. Baliq, quyon, qo'y, ot, mol holga kelganda chakaga bilan tortib tashqariga chiqarib yeyotganini ko'rganmiz? Ha, bu yerda bor. Kamayotgan paytda. Bor. Buni bekorga yemaydi-da. Lekin o'z o'rnida savol, bu yovvoyi baliqlar nega yemayapti? Tushunamiz, ammo juda kam. Bu yerda yovvoyi balig'i soni kamligini hisobiga buni yemayapti. Men Tashmo'rada mana ro'parangda bor-ku, nariga bu yerda. Bahodir aka. Bizdan Bahodir aka, do'stimiz. O'sha yangi boshlagan paytda birga misol uchun o'zimiz ancha-muncha narsani o'sha yerda fikrimiz bilgancha etib, undan bilmagan narsamizni o'rganib, bir okuka bo'lganmiz, bir qadrdon bo'lganmiz. Men o'sha paytlar 2015-2016-yillarda bor-ku, Tashmo'riga kelgan paytimda betdagi zooplanktonning hisobi yo'q edi. Zooplankton shu darajada ko'p ediki, Bekzod. Mana shunday fonarni yoqib qo'yibchi, o'rtada. Sachok olishini yig'sang ertalabgacha 200 kilo, 300 kilo zooplankton yig'ib qo'ysa bo'lardi. Siz aytayotgan narsa hozir yo'q. Yo'q, nimaga? Kamayib ketgan. Nimaga? Bilankani hisobiga. Bilanka, bu yerda yovvoyi baliq ko'payib ketgan. Yovvoyi balig'i naslini misol uchun kamaytiradigan bo'lsak, hozir bu yerda o'zingizlar mana shu yerda ishlayapsizlar-ku sizlar bu xo'jalikda. Shu Tashmo'rani misol uchun rahbariyatigami, boshqasigami chiqib fikr almashib o'tirib, shu sohaga tushunadigan ixtiyopatologlarni chaqirib, buni o'rganib turib, mana shu o'tlarni boshqasini kamaytirishga qaysi baliq turi to'g'ri keladi, yovvoyi bo'lmagan turkumlardan. Shu narsalar to'g'risida o'rganilsa, bu joylarda turizm bor-ku, zashkalotsa rivojlanib ketib qoladi ukam. Mana endi ko'zingni oldiga keltiring, bola chaqang bilan keldingda cho'milgan. Bironta joyida o't yo'q, top-toza bo'lib turibdi. Cho'milmasmi deyman sizga? Cho'milasiz, maza qilib. O'tdan qo'rqadi ko'pchilik, bilasan, badaniga tikoni nimasidir teganda chiqib ketib qolganda. Mana o'shaning uchun bu narsa to'g'risida ham men misol uchun bilgan paytimda bu Tashmo'raga 2000-yillar, 2001-2002-yillarga kelib yurganimda, mana shu qirg'oni bo'ylarida o'tlar bunchalik ko'p bo'lmasdi. O'sha suv kamaygan paytlarida, sekin tushishni boshlaganlarida qatlardadir o't bo'lardi. Shu odam kamroq kiradigan yoki suv yaxshi aylanmaydigan joylardami. Lekin umumiy joylarda o't mana shu oxirgi 10 yillik ichidagi bu darajada ko'pmas edi. Amur balig'ining populyatsiyasini ozgina ko'paytirish kerakmi yoki misol uchun mana qafasda ishlayapsizlar sizlar. Shu brakonyerlar bilanmi sizlarni qiynaydigan muammoda bu yerda shuni kelishib turib, misol uchun o'sha amurni sadoklarda misol uchun 1,5 kilogachami, 300 grammgachami, 500 grammgachami bo'lgan muddatda misol uchun boqib turib, buni biron bir tashkilot bilanmi, biron bir
joy bilan kelishib turib zarbalarni qilishni boshlash kerakmi deyman-da tashmoraga. Sonini kerakligidan ko'proq qilib. Misol uchun bir 10 ming dona amurni misol uchun semichkasini katta qilib 200 gram qilib san qo'yib yuborsang, yana bitta hamtasi bir 10 mingtasini qo'yib yuborsa, yana bitta hamtasi bir 10 mingtasini qo'yib yuborsa, mana shu yerda misol uchun 3 ta 4 ta qafas ustida baliq o'qiyotganlar bo'lsa, 10 ming donadan qo'yib yuborganda misol uchun 5 tasi bir 50 ming dona amur qo'yib yuboradigan bo'lsa, ukam bu yerda o't qolmaydi. Bu yerda eng og'riqli nuqtamiz ham shunda-da, ustoz, sababi brakonyer bir emas, 5 ta emas, bir naqd 30 ta 40 ta bor deb o'tdi. Bo'lmasam qirib yuboradi. Bu ko'rdik, hozir o'tlarni boshqasini ko'rdik, o'sha brakonyer masalasi, boshqa masalasi u hozir tugamaydigan narsa, och odam eng qo'rqinchli narsa odam baribir. O'ylab ko'rish kerak baribir deb taklif beryapti. Albatta, vaqt o'tib, mana shu brakonyer deyotgan odamlarning mana shu atrofda yashaydigan местный xalq yoki sherga yaqinroq bo'ladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, endi ko'zingni oldiga keltirgan yildan yilga o't ko'payib ketursa, pромысловый sanoat baliqlari bu yerda kamayib ketib, yovvoyi, so'rniy baliqlar ko'payib ketadigan bo'lsa, turizmni ham jalb qilishi yoki tashqaridan keladiganlar ham e'tiborini tortish kamayib ketib qoladi-da. Bu narsa kamayib ketib qolgandan keyin bu joylarda bir barqaror rivojlanish yoki nimalardir ham senga o'xshagan tadbirkor bittasi ishib ketaversa bu joyda 4 ta ishchi o'rin kamayadi, bu qoldiradi. Anta misol uchun Baho kam misol uchun joy qilib qo'ygan bo'lsa, erta ham misol uchun suvni gidroximiyasi buziladigan bo'lsa, unga ham odam kam kelishi boshlasa, erta ham misol uchun odam kamayadi. Avtomatik bu zonani iqtisodiy o'sishi orqaga qarab o'tirib boradi. O'shaning uchun baribir taklif bo'ladi, talab bo'ladi. O'shanga qarab kiritib, kelishib, buni baribir oldini olib, tabiatni asrashga harakat qilishimiz kerak, chunki bu ichimlik suvimiz. Hozir sen baland nuqtada turibsan, bu yer tagiga filtrlanib o'tgani bor, toshdan tagidan. Kimdir kachalkasida qududan chiqarib ichyapti bu narsani. Shunaqa. Kimdir bu suvlarga zorda, chuchuk suv manbai bu baribir. Kimdir xor qilyapti bu narsani. Sizlar xor qilyapsizlar deb aytmoqchi emasman. Men aytmoqchi bo'layotganimki, bu tabiatdan uni boricha foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Unga qarshilik qilib emas. Iloji boricha shu filtratsiyasi, mana shu o'tlar. Допустим, mayli sen hozirni brakonyer masalasida qo'yib yuborishni o'ylayotgan bo'lsang, buni o'tini yulib turib, biron bir yem chiqarib berishga harakat qilish kerak. Bu niyatimiz bor, ustoz. Bu sekin-sekinlik bilan bo'ladi-da. O'zi hali ham ancha-muncha narsadan chiqib shu yerga keldi. Fishka uchun aytib ketaman. Eronga borganimizda esga chiqmasin. Mana shuni to'xtalib o'taylik. Imkoniyat bo'ladigan bo'lsa boribdi paketga 50 gram, 100 gram olaylik. Mashindan, o'zidan ketayotgan paytimizda. U yoqqa borganda laboratoriyaga berib, uni kletchatkalarni hammasini tekshirtirib ko'ramiz. Qancha foiz chiqyapti. Bo'ldi. Suvdan ham bir 100 grammi, 200 grammi bitta baklashga solib boylab olsa buni. Farqini ko'ramiz, chunki bular 50 yildan beri qafas baliqchilik bilan shug'ullanadi. 50 yildan beri. Natija butun dunyoga baliq eksport qilyapti. Qora ikra deysanmi, qizil ikra deysanmi? Yopiq davlat holatida shuncha narsani eksport qilyapti. Men ularga podxod qilib aytmayapman. Chinmi? O'zbekiston yiliga 30 ming tonna yemayapti Erondan. Bekzod to'g'ri bu, balki kontentga aloqasi yo'qdir. Lekin bu 30 million dollar salkam. Agar minimalniy pulda o'sha invoysni ko'rsatgan pulda desang, 20 million dollar O'zbekistondan Eronga qarab chiqib ketyapti degani. Biz o'zimiz ishlab chiqara olmaymiz bo'laysan bu narsani. Chiqazamiz. Birlasha olmaganimiz uchun. Birlashsak, uni bemalol ishlab chiqaramiz. Tushundim. Bu narsaga ham to'xtash kerak. Buni hozir bo'lmasa, u yoq tarafga o'tamiz, sadok to'g'risi qisqacha bo'lishamiz. Muammo yo'q, baliqlarni ko'rsat endi. Ketdi ustoz. Kusta. Chiqinglar. Mana suvni rangi yaxshi emas deganda, begi. Bu suv bir oydan beri shunaqa. Mana shu yaxshi emas ekan. Taqiq qo'yding-da, begi. Bo'ldi. Bekzod, suvning rangi yaxshi emas. Bir oydan beri shu ahvol. Serovodorod bu ukam. Hozir buni bitta saqlab turgan narsa tegi balchiqning yo'liga. Agar balchiqqa yetib borayotgan bo'lganda baliq. Bu yerda 5 ga 5, bu yerda asosiy yetishtirmaymiz. Bu yerda faqatgina saqlab turish maqsadida foydalanamiz. Chuqurligi 4 metr setkani. Tepadagi 1 metr minus tashlaganda 4 metr, 3 metr bo'ladi. Kvadratini oladigan bo'lsa 25 kvadrat, bir 75 kub suv bo'ladi. Endi biz odatda kubga o'ynamaymiz, kvadrat bilan chiqazamiz. Bu yoqda bo'lsa 8 burchakli sadoklar bor. 8 burchaklikdan bir jami 32 ta, o'shani yarimi bizga tegishli, yarimi boshqalarga. Xo'p. Bu yerda endi 5 ga 5 ta tovarniy baliqlar-da faqat. Tovarniy baliqlar, ko'yalar bor. Bu ko'yalar. Bu ko'yalar. Mendan olib ketganingmi? Ha. Lekin ikkalamizda bir xil o'sibdi haqiqatdan. Ha. Qoralari ham chiqibdi. Qoralari ham bor, ichida baribir sazanlari ham bormi deyman-da. Sazan bo'lgan-ku. Ha. Hali endi sal kattaroq bo'lgan ajratmasam. Lekin u sazan hamchi, yani
sandagi ko'yaga o'xshagan yonadigan bor-ku. Hmm. O'shandan bo'lib chiqadi-da. Ranglari bir go'zal bo'libdi, xudo xolasa. Bu to'rlarni ustoz atela taqib qo'yganmiz ustiga. Har xil qushlar bor, baklan bor. Mana chayka olib ketgan deymiz. to'yda ikkinchi Ha, hayotda. bu o'sha. Birinchi hayotda laqalan saqlavdi. Endi ko'yalan saqlasin. Bu rangli baliqning shunaqa xususiyatga ega, endi bilamiz-ku, o'ziga tortadi qushlarni. O'ziga tortadi. O'ziga tortadi, o'shaning uchun endi bilamiz, buni donasi pul turadi. O'shaning hisobiga sizdagi ko'ya bilan bu ko'yani ancha farqini sezyapman-da men. Hozir shu yerda turib. Nimadan farqini bilasan? Farqini rangida. Rangida. Yomon emas bu ham Bekzod. Ustoz, odamlar savol tug'ilishi mumkin. Bu sadokni misol uchun ehtimol zaxira sifatida foydalanamiz deb aytdim. Buni yetishtirsa ham bo'ladi, effekt biza xohlagandek bo'lmaydi-da. Misol sizni mo'ljallingiz 2+ qilishdi, lekin siz bu yerda atsila harakat qilib yetishtirsangiz ham 2+ qila olmaysiz. Chunki maydon kichkina. Juda ham. Bo'lsa 1,5 bo'lishi mumkin-da. Endi bilasanmi, mana shu qafas baliqchiligida bor-ku, yon atrofingdagilardan, undan bundan ko'rib ham o'zing tushunib yetyapsan-ku, agar yemini to'g'ri tanlab, bunga to'g'ri keladigan yemmi. Undan keyin balig'i maydaligidan emas-da, shu 400 gram, 300 gram, 1 kilo nari berigacha bo'lgan podroskoy yaxshi baliq bo'lsa, misol uchun sifatli. O'shani boqish yaxshiroq foyda keltirmaydimi sadok usulida? Yaxshiroq keltiradi ustoz. Bu yerda bilasizmi, bu yerda hozir har xil yemdan foydalanib ko'rdim. Menga eng ma'qul keladigan Yevropaning yemlari bo'lib turibdi. Har xil yemdan foydalandim. O'zimiz ham qo'l bola qilib rahmatli dodam bilan birga chiqazganmiz. Karmoviy koeffitsient baland bo'lib ketadi. Pulini o'ng chap qilib aylantirib ko'rgan taqdiringizni ham deyarli bir xil bo'lyapti-da. Lekin o'sish darajasi baribir Yevropa chempion bo'lib turibdi sadok uslubida. Endi men ko'lchilik, uzovechini gapirmayman. Sadok uslubida o'zimni boshimdan o'tgan narsani aytyapman-da hozir. Endi Yevropa baribir necha yildan beri o'zini ustida ishlaydi. Misol uchun klienti 10 ta emas, 20 ta. Keyin hamma narsa misol uchun mualliflik huquqi degan narsa borligi uchun bizda mana baliqchilar balonni boqqandan keyin yemchidan borib so'rab ololmaydi. Sen menga yog'siz bo'ladi, sifatli yem beruvding. Meni balig'im o'xshamay qoldi. Men 1 yil mehnat qildim. Endi balig'imni o'sha eng kачественный balon narxida sotib olganda, undan keyin nima qilsang qilgan o'shanda yemini aybini yechgan bo'lasan deb gapirmaydi hech kim. Har doim yemchi keladi, o'zini gapini gapirib ketadi. Sani suving to'g'ri kelmagan, ovqat kerakdan ko'p berib qo'ygansan, 10 mingta baliqni 5 mingta baliqqa ovqat bergansan deydi, vapros yopiladi. Lekin yevropeyskiy ko'rimlarda, misol uchun men yevropeyskiy ko'rimga urg'u berayotganim sababki, o'zimiz ham boqqanmiz, vaqtida ko'rganmiz-ku. Kerakligidan ko'p ovqat berib qo'ysang, balig'ing mo'ljallanganidan katta bo'lib ketardi-da, tutgan paytingda soni kam chiqardi. O'ylardik, karmoviy koeffitsient 1 ga 1 berib yubordi deb o'ylardik-da, tutganimizda 1,5 ga 1, 2 ga 1 bergan bo'lib qolardi-da, lekin balig'i soni kam bo'lardi, soni katta bo'lib ketgan bo'lardi. O'shani hisobidan shu narsalarni ham bir qanaqadir o'zbekchilik qilmasdan bir kelishishga harakat qilish kerak deyapman-da. Mana misol uchun baliqqa unga bunga to'g'ri keladi deb aytgan bilan har bitta muhitni, har bitta joyi o'rganib chiqish kerak ekan. Men oldingi safar kelganimda Tashmoraga, sani baliqlaringni suvini boshqasini ko'rganimda, ukam suvingning rangi bunaqa emas edi. Mana bu hozir ariqlarda, kanallarda oqadigan zax suv bo'ladi-ku, hidroximiyasi tiklanmagan. Aynan o'sha suvning rangini berib turibdi. Bu nimadan? Buni yomon tomonini aytaymi? Hozir suv ko'tarilishi boshlaydi-ku. Taxminan 1 metr, 1,5 metr suv ko'tarilib bitta muzlama, ana suvning ustini yomiga bir muz yalab, mana shunaqa bo'lib o'tgandan keyin bu baliq kasal bo'lishni boshlaydi. Bilasanmi nimaga? Biza ko'l baliqchilikda har doim kurashib kelgan narsamiz bor-ku. Suvni gidroximiyasi tiklangandan keyin baliq solinglar deymiz, to'g'rimi? 14 kun, 15 kun turgandan keyin. Sanda hozir suvni gidroximiyasi tiklanmasdan turib, baliq turibdi-da, hozir tashmodan suv ko'tarilishi boshlaydi-ku. Tashmodan suv ko'tarilishi boshlagandan keyin bu rang boshqa tusga kiradi. Suvni gidroximiyasi tiklanishi boshlaydi. Tegidagi dinosi bilan tashqaridagi suvni o'rtasidagi tafovut bor-ku, barqarorlashib qochadi bir-biridan. Ano neytralniy joyi alohida bo'lib chiqqandan keyin tepada shaffof suv paydo bo'ladi-da. Shaffof suv paydo bo'lgandan keyin hozir ko'p narsadan to'xtaganda baliq suvni faoliyati yaxshi emasligini hisobiga o'zini himoya qilyapti. Ana undan keyin suv barqaror bo'lib joyiga kelgandan keyin bu baliq o'sishni boshlaydi. Yoki nimandir o'zlashtirishni, quyosh nurlarini to'g'ri yutishi boshlaydi. O'sha paytda kasallik boshlanadi bunda. Bu suvni gidroximiyasi baliqqa to'g'ri kelmaydigan suv bo'lganligi uchun hozir ertaga baliqqa to'g'ri keladigan suv bo'lib qolgandan keyin 1 oy, 1,5 oydan keyin yoki 2 oydan keyin baliq kasallanishi boshlaydi. Ana undan keyin u kasallikdan o'tib olgandan keyin yana bu periodgacha ketaveradi shu holatda. O'zini tiklab olibdi. Yana mana bu holatga kelganda
ko'p kletkalar, ko'p bakteriyalar bloklanadi. Bu holatdan chiqib olgandan keyin suv yana barqarorlashgandan keyin yana kasal bo'lishi boshlaydi. Suv ko'pligini ham e'tibor bering. O'zi ashulasi netib turibdi-da. Suvni ko'pligi ham bildiryapti. Suv sathi pastda hozir ozgina tegayotganingizda zaxlagan, suv gidrokimiyasi buzilgan. Bu hozir holat taxminan 1,5 oydan beri shu holatda turibdi. Endi yaqin yomg'ir yog'ib qolganda hisobiga hali ham to'xtadi, bo'lmasa yana ham tushyapti-da bu suvlar. Bunday olib qaraydigan bo'lsa, ustoz hamma tarafi shunaqa-da, deyarli. Ko'rinishidan bor-ku, suvingda kislorod ham baland emas ekan. Lekin yemni bergandan keyin atxod unaqa cho'kayotgan bo'lishi. Yemni bitta atxodida emas-da, birinchidan cho'kayotgan bo'lishi mumkin, ikkinchidan havo suv. Suvning harorati ham sovuqda. Suvning harorati sovigandan keyin kislorodga bo'lgan talab ham kamayadi, issiqda ko'payadi. Boshqa katta sadokka o'tib ko'ramizmi? Ko'ramiz. O'sha yerda ham suv rangini qarang. Rangini ko'ramiz. Katta sadokka ko'ringlar. Sazanni ko'rsam? Ha, sazan. Tog'a zerikmayapsizlarmi? Yem olay. Keyingisidanmi? Tog'a yem olasan. Kelasida ko'yi bor, siz xohlagan ko'yi, cho'ti chiqmayapti. Sal kech bo'lganiga ham bilmayman. Ha, cho'ti chiqmayapti. Mobodo bo'lsa, nargisi chiqadi lekin, nargisi chiqadi. 12 diametr. Общий brizon kvadrat. Taxminan buni ham chuqurligi 4 metr, to'g'ri. 3 metr pastda turadi, 1 metr tepada. Taxminan risk qilmasdan olaman, siz bir 5 tonna baliq olsa bo'ladi-da. 5 tonna. 5 tonna. Bir 2000 dona tashlasangiz, o'z odatda 5000, 10000 donalar tashladi, no rezultat yo'q-da, undan o'smay qoladi-da. Baliq semiradi-da, o'smaydi. Lekin o'sish uchun qisqaroq, seriyroq tashuvirish kerak. Bir xil hamma yoqda. Bu yoqda ozgina fitoplankton bor. Sal suvi yaxshiroq bu yoqni. 700 lar bor emas shular. Ha, bor. 100 da olganimda. Domboligi zo'r lekin Bekzod. Anaqalar yaxshi chiqadi. Podraskovilar. Tovarlar sal chichiydi. Mazasi qochib, ozgina. Endi podraskovini yaxshi chiqayotganini, mayda bavini yaxshi chiqayotganini sababi immunitet baquvvat bo'ladi. Immunitet emas, o'pkasi kichkina bo'ladi-da. Ha. Qonni suyultirishga ko'p kislorod kerak bo'lmaydi-da, maydada. Yirida ko'p kerak bo'ladi-da. Mana shu baliq 100 gram yedi do'stlar, to'g'ri? Hozir menda boya syomka qilganingda olingan baliqlar bor-ku. 100 gram edi-yu. Qaysi birini aytasiz? Tovarniy baliq bor-ku, sachot qilib ko'rganmiz. Laqiga ketib qoldi hayolim, ha. Yo'q, tovarniy baliq bor-ku, sachot qilib ko'rganmiz. 80 gramlik baliq olgan. 80-100 gramlik. Orasida 3 kilolik ham bor. Maydasi ham sanikidan yiriydi. Qafas baliqchiligini ham etib o'tib ketishimiz kerak-da, baribir misol uchun kimgadir qiziqqanda. Bu dengizi balig'ini qimmatligini sababi, bu yerda boqilgan balig'i misol uchun sen biza sotgan narxga bergin kelmaydi-yu, qimmatroq sotgin keladi odamini topib. Bu bekorga emas ekanda, buni mehnati oson emas ekanda. Mehnati qiyin, ha. Biza 1 yilda erisharkansan, 3 yilda erishar ekansan sen. Shunaqa desa ham bo'ladi. Vaqt o'tib ketyapti-da, vaqt. Kamida 1-2 ekanda, hozir 1-2 ga ham to'g'ri kelmayapti-da. Shunaqa. Mana qara, chavoq olib ketding-ku sen. Ha. Semichka olib ketding-ku. Qanday bo'ldi taxminan o'sha razmeri? Gram bo'lgan bo'lsa bir 30 lar atrofida. 30 lar atrofida. O'sha baliq sen olib ketganingdan keyin joyida qolib ketgani bor-ku. 250 gramdan oshiq. Ha, qo'lda shunaqa. Endi sadokda boshqa variant yo'q-da, ustoz. Mashinadan boshqa narsa qila olmaymiz, yechim topa olmayman. Men o'zim necha yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, o'sha bosh qotib qolgan, o'zi aralashib ham kelmayapti, to'g'risi bor-ku. Qapaschilik qiyin narsa. O'zi qo'l olaman turibman. Nechta viloyatlarga chiqib ko'rib yursan-ku o'sha. Ha, ko'ryapman. Bahorda ko'rgan baliqlaring qanday bo'ldi? Dardim ichimda nima qilay? Dardim ichimga yeta olmayman, ustoz. Nima deysan? Dengizda baliq boqmoqchi bo'layotganlar. Dengizda baliq ortiqcha pul bo'ladi, hali ham pul yotadi. Chang bosib 300-400 ming yotgan bo'lsa, bosish kerak. Hozir senga bitta savolda Bekzod, ana motivatsiya uchun aytmayapman. Bu real. Agar qafas baliqchiligi zo'r rentabelli daromad berayotgan bo'lganda, nimaga ham qafaslaring bo'sh turibdi? Mana bo'sh, mana bo'sh, men bilan bo'sh. Maymon tomondagilar bo'sh turibdi. Polniy bo'sh o'tlar. Polniy bo'sh turibdi. Nimaga? Nechta 32 tasi bo'sh turibdimi hozir? 32 tami, 20 tasi bo'sh. 20 tasi bo'sh. Ha, 32 tadan bir 20 tasi. Savol. Nimaga bo'sh turibdi? Birinchidan daromad yaxshi bo'lmayapti. Ikkinchidan finansiyaga ham. Finansiyaga ham qaraydi, ozgina. Yo'q, men o'ylayotgan narsam mana O'zbekistonda pulli misol uchun yedirilishi bor-ku, yemirilishi. Inflyatsiya deymizmi, nima deymiz? Misol uchun 1 yil oldin pomidor 5000 bo'lgan bo'lsa, hozir 10 ming. Misol. Ha. Yoki 1 yil oldin 5000 bo'lgan bo'lsa, keyingi yil 7,5 ming, undan keyingi yil 10 ming. Yoki misol uchun baliqdami, boshqa nonda olamizmi, nimadir hisoblaydigan bo'lsa, agar bitta qafas balig'ing 1 ga 1 bo'lmaganda ham 1 ga 50 foyda berganda, 2 tonna baliq olayotgan bo'lsang, taxminan bir 700 kilo, 600 kilo baliq foydaga qolish kerak edi misol uchun. 1 ga 50 olganingda. Aha. Ishlayotgan bo'lardi-ku hammasi, to'g'rimi? To'g'ri. Bizning baliqchiligimiz sizlarnikidan yaxshi ekan-da, Bekzod.
Men o'ylashimcha ustoz hozircha yaxshi. Hozircha. Ha, kun kelib baribir men qafasga o'tiladi. Endi senga bitta savolda, kelajakda qafas suviga o'tgan paytda suv kamayib ketgandan keyin o'tamiz, qafas baliqchiligiga. Ha, shunaqa. Endi men bu fikringga qo'shilmayman. Sababini aytaymi? Aha. Hozir hali suv kamayib ketmasdan, kamaygan. Suvning rangini qarang, kam tashmiradi. Ertaga suv kamayib ketgandan keyin nima bo'ladi buning rangi? Sen qafas baliqchilik deb o'zingni boylab qo'yapsan bu narsaga. Takomillashgan usul bo'lmayaptimi endi? Biron bir rezervuarni yoniga rezervuar qurib boqish bo'lmayapti. Hozir mana shu yerda kislorod kamligini hisobiga suvning rangi shunaqa bo'lib turibdi. Bu bir. Bu bir. Ertaga suv yana kamaygandan keyinchi. Hozir misol uchun bitta qafasga 2000 ta baliq sotgan bo'lsang, keyin 500 solasanmi, 300 solasanmi? Sanikini ham rentabelni tushib ketib qoladi. Ham qolasiz, ha. Salomni ham qolasiz. Kislorod yerimaganning foydasi yo'q. O'shaning uchun ko'p aytamiz bu narsani. Xo'roz hamma yoqda bir xil chiqaradi. Baribir sen bilan men kimgadir yomon bo'lsa, ertaga bizga yaxshi bo'lib ketadi degani emas. Mana shu baliqchilikka keladigan muammo hammamizga muammo bo'lib keladi. Lekin bundan to'g'ri, unumli foydalanishni o'rganishimiz kerak. Bu dam olmagan suv bo'lganligi uchun, uni основной misol uchun to'lqin bilanmi, boshqa bilanmi atrofida o'tlar, kislorod yeb qo'yayotganligi uchun, boyita olmayotganligi uchun suvning rangi misol uchun mana shunaqa holatga tortib ketgan. Hozir fitoplанктonni hisobiga emas, xiraligini hisobiga qarang, qanaqa bo'lib turibdi. Hozir bu holatda fonari yoqqaningda 1 metr, 1,5 metr teng ko'rinib turish kerak edi, baloni kelayotgan payt. Bunaqa zo'r ko'rinmayapti-da. Ko'rinmayapti. Mana shu ham zo'r emas degani-da, ukam. Ustoz endi suv bizani qo'limizda emas, bilasiz-ku. Suv sen boshqa joylarni ham o'rganib ko'rishing kerak. Mo'rani aytyapsizmi? Mo'rani. Mana hozir noyabr oyi bo'lsa, oktyabr oyida bahona joyiga kelib yurganimizda suvning rangi bunaqa emas edi. Ya o'tgan ham unaqa emas edi. Men sizga ta'kidlab o'tyapman. Ha, bunaqa emas edi. Ha, chunki yog'ingarchilik bo'lmadi-ku oktyabr oyida. Bo'lmaganini hisobiga shunaqa holat bo'lib turibdi. Chunki bu suv anchadan beri turibdi bu yerda. Aytganingizdek gidroximiyasi tiklanmadi buni. Ha, tiklanmayapti bu. Endi hozir bitta variant bor, o'sha borib nadodagi sadoklar bilan borib bir solishtirib ko'rsa bo'ladi. Qisman farq qilishi mumkin, lekin ularni ham yo'q, qisman farq qildi deganda ham bilasanmi? Ancha narsa farq qiladi. 10% dan farq qilganda 10 kunda 100% ga farq qiladi. 10% dan yig'ib borganda 20 kunda 200% ga farq qiladi. 200% ga farq qildi degani, misol uchun baliq 14 kunda chiqib ketish kerak-da bu holatdan. Shuning uchun chet eldan, yetdan betdan baliq olganda karantin qilinadi. 14. Yangi anaqaga moslashib olsin deb. Ha bu 14 kunga sen aytsan hozir 1,5 oydan bir suv shunaqa bo'lsa. Shunaqa. Hozir 1,5 oydan keyin bu suv tiklanib ketsa bor-ku. Yo'qotib qo'yishing mumkinmi baliq? Endi tiklanish deganda ikkinchi tarafi ham bor-da, ustoz. Qanaqa? Hozir tiklandi degani baribir suv haroratiga ham qaraydi-ku, to'g'rimi? Har doim hozir suv harorati orqaga qarab tortaveradi. Mana hozir har doim emas. 15 bo'lsa, misol uchun fitoplanktonni bor-ku, Begzod. Issiqda ishigani bor, sovuqda ishigani bor. Ha. Sizlardagi misol uchun fitoplankton, mana qara, fitoplankton deganda hozir so'rni balig'i bilan kurash to'g'risida gaplashdik-ku biz, to'g'rimi? Ha. Agar bu tashmurada so'rni baliqlar bor-ku, bilankalar. Ha. Keragidan ortuv darajada ko'payib ketmaganda beta zooplankton bilan krevetka ko'payardi-da. Uni ko'payganning hisobiga mana shu suvning gidroximasini buzilayotganini tiklab boru ular. Mun tabiiy muvozanatini to'g'ri saqlab qolishga ishlagan bo'lardi. O'sha so'rni baliqlarni ham keragidan ko'pi bor-ku. Bir xillarda bizani foydamizga emas, zararimizga ishlaydi. Men o'zim ko'zim bilan ko'ryapman. Mana Tashmo'rada sizlarda bu zararga ishlayotgan ekan. Foydasiga emas. O'shaning uchun ham yaxshi o'smayapti endi. So'rni baloni ko'payib ketgani sizlarni zarariga ishlayotgan ekan. Endi men maslahat bergan bo'lardim. O'sha 30 kamaytirish bo'yicha amur bo'ladigan bo'lsa, yozgi kunida bor-ku. O'sha imini mana shu so'rni balu bilan kurashadigan biron bir balig'i navlari to'g'risida o'ylab ko'rib solish kerak edi. Ustoz boya gapda birinchi o'rinda brakonyerlarni hal qilish kerak bo'ldi. Endi shunaqa tur baliqlar bor, katta emas-da, kichkinani kichkinada qirib yoradi lekin. O'sha narsalar to'g'risida o'ylab ko'rish kerak. Mayli, misol uchun yo ilon balu deganda ilon balu ko'p ovqat yemaydi, Begzod. Ha, kam yeydi. Ilon balu kam ovqat yeydi. Men misol uchun ilon baluni qafasda tekshirgan paytimda, basseynda boqib tekshirib ko'rgan paytimda bor-ku. Laqqalarga yoki boshqa baliqlarga qaraganda ancha kam ovqat yeydi. Ancha kam ovqat yeydi. O'shaning uchun ilon balig'i yechim deb hisoblamayman men. Sudak yechim bo'lishi mumkin, shuka yechim bo'lishi mumkin. Keyin suvning harorati sizlarda yozgi kuni ko'tariladi-yu. 30 gacha chiqadi. 30 gacha. Ana o'sha suvning harorati 30 gacha chiqib ko'tarilgan paytda boshqa tur baliqlar bor-ku, issiq o'lkalarning baliqlari.
imенно xishniklar. Misol uchun astronatus shunga o'xshagan baliqlar bor, xishniklari. Shunaqalarni olib kelib, solib, foydalanib ko'rishni maslahat bergan bo'lardim, ukam. Mayli qanaqadir kolичествоda solinsa, misol uchun хотя бы bir 50% ga populyatsiyasini to'xtatib bersa ham, bu katta narsa-da. Siznikini qarang, sizdan olganlarim quruq olishini. Yaxshimi, yomonmi? Yaxshi, o'zi sadokda quruq oladi. O'rtadagilari anaqa yeyapti. Dafne yeyapti. Bizda dafne bo'lib, dafne ham yo'q, sizdagi bu kichkina chiroyli keladi. Qo'lda ko'rganingiz, ushladikku. O'sha bolalari, voy chetda ko'rdingiz-ku. Bitta partiya sovordik-da bu yoqqa. Faqat bu yerda prosta maydalik qildi-da ozgina tutgan paytimizda. To'rda qiynalib qoldi. Bo'lmasam yarimi bu. Bo'lmasam ko'proq sovormoqchi edik. Bir qismi bu Bekzod. Ha, yiriklari ham bor-da, ustoz qarang. Ya, menda ham ko'lda bor. Bizda sachoda yiriklari sazan qarang. G'irt sazan. Ustidan oldik-ku biz. Setga kattalik qildim. Yo'q. Baliq maydalik qildi. Baliq juda ham mayda bo'lsa, o'pkasi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi-da. Napas olayotgan paytda bor-u, o'pkasi shishib ketib qoladi-da. Keyin tutgan paytingizda teskari bo'lib yotib oladi maluk. O'sha paytda ko'chirish kerak emas-da uni. Patera bo'lmadimi? Sezilarli emas, 1-2. Bekzod qarang, mana shu baliq sentyabr oyida tug'gan bo'lsa ham, onalarida mana. Hozirgi haroratga semichga deb oladigan bo'lsa, misol uchun mayda emas-da bu haroratga. Endi vaqt ko'rsatadi. Bizda +4 bo'ladi qishda. Zimovkadan chiqib olib bitta oldiga yurishni boshlagandan keyin plankton ko'payadi-yu bahorda. Ha. Sadoklarni tayyorlasang, beraman, olib kelib banglatib qo'yib tashlaysan. Sazanlar bunga o'tib ketamiz. Mashetdan tarqataveramiz. Endi nasib qilsa buni donasi pul. Da. O'zbekistonda nechta mega loyihalar bor? Butun O'zbekiston boshqatdan qurilyapti. Yangi Toshkent qurilyapti, parklar, bog'lar. Ertaga biron bir davlat tashkiloti bilan misol uchun kelishib oladigan bo'lsa, imенно dekoratsiyasi, mana shu o'simliklari, baliqlari balkim yetkazib berarmiz. Lekin uni yetkazib berish uchun bizda zaxira bo'lish kerak-ku. Hozir biz misol uchun u pulni oladigan bo'lsa, O'zbekistonda ishlatamizda. Uy olishgami, mashina olishgami, zavod qurishgami, yem zavodgami, o'zimizdagi orzularga. Lekin chet eldan u narsani olib keladigan bo'lsa, u pul ketadi-da chet elga. Chet elga chiqib ketadi. U pul qaytib kelmaydi ertaga. U baliq o'lib qolgandan keyin u pul havoga uchdi degani. Lekin undan ko'ra o'zimizda qolgani yaxshi-da. Mayli, kimdir maqsad der, kimdir bemaqsad der, kimdir o'xshaydi, kimdir o'xshamaydi der. Lekin natija oldinda-yu hali Allohdan u. Harakatini qilib qo'yaylik biz, sababini qilib qo'yaylik. Buni o'zi ham katta narsa-da. Olib ketganingda bundan ancha mayda baliq edi ukan. Mayda edi, bu to'g'ri mayda bo'lib turganda keldi. Bu turganda. Yiriklari. Ha, yiriklari mashtiga eng maydasida keldi. Yem yegan bo'lsa, qancha bir 10 pochka yemadi-da. Ya 10 dan oshdi, uzr. 15 lar yedi. Yog'ni yaxshi yig'ib qo'ygan, kichkina baliq bo'lsa ham Bekzod qish. Shunaqa joyi bor, men divayni yig'ib qo'yganman, qochib ketmasin deb. Birinchi kelgan vaqtida kichkinaligida o'tib ketgan, ikkinchi setga baqaton bo'lgani uchun o'tib keta olmagan. Undan tashqari. Shunaqa tez kattalashib ketgan, mamiladan tez kattalashib ketganda. Ovqat yemasdan qish bola. Ya endi baribir ovqat yeganda cho'kib, ketidan chiqib ketadi-da. Qisman. Bu uncha yaxshi ko'rinmaydi, Kunskuni ko'rinadi. Atrofida bor. Bor, yuribdi, ancha yuribdi. Ular ancha baquvvat bo'ldi. Ancha baquvvat bo'lib qolgan, ha. Endi baribir ustoz buni tajriba qilamiz-ku. Misol uchun ketgan vaqtimizga sal bo'lsa ham qadriga yetib qilib ko'ramiz. Endi sizni o'tishi aniq, xudo xolasa. Sizni kollejdan chiqadi, chunki haroratingiz to'g'ri keladi-da. Menda aytolmadi, to'g'ri bo'ladi plus. O'zingiz aytgansiz +8 ku bilani. +8. Biologiyasi. Men misol uchun hozir mana shu Tashmo'rani bo'yidan 0,5 gektar, 1 gektar yoki 2 gektar joy ajratib berib, senga misol uchun hech narsa kerak emas, subsidiya beramiz, pul beramiz. Borib o'sha yerda hamma narsani qo'yib ishlagin deganda, yo'q deydi. Ukam bez kommentariy olmasdim. Yo'q deysiz. Buni mashaqqati hozir to'lqinlanmayotgan holatda turibmiz-da biz. To'lqinlanayotgan holatda bo'ynayotgani, bitta yirtilib ketgan, balig'i chiqib ketgan. O'zing bilan safarda bo'lgan paytimiz necha marta kameradan barakanyor urishib olding. O'zingni qo'yinda ishlayotgan ishchilarning kirsalik qilayotganini. Qo'yaver-u, dengizning o'rtasida balig'ingni o'g'irlatib qo'yasan o'zing ishchingga. To'y bor, aza bor, o'zbekning yaxshi kuni bor, yomon kuni bor. Bu yerda yotmaysan-ku, men kamera qo'yib qo'yganim bilan, boshqa qilganim bilan. To'g'ri. Lekin prosta sharoit nuqtai nazardan chiqib kelib aytadigan bo'lsa, sharoitingiz zo'r emas ekan, ukam. Shunaqa. Ana baliqchini ko'zi bilan ikkinchi marta kelyapman-ku. Bir marta bir keldim, ikkinchi marta hozir suvning rangini ko'ryapman. O'zi amakim bilan mana suvning rangi ancha aqlli-da. Boya ko'rgan suvingiz bor-ku, fitoplankton-da-ku. Sussa o'sadi, baliq uncha kasal bo'lmaydi. Ranglarini ham yorqinligini ko'rdingiz turishini. Bu fitoplankton emas-da, servodorod-da, bu uglekislik gaz rangi-da bu. Ana neytral holatga o'ta olmayotgan holati bo'ladi-yu. Sizga bu suvni bilasizmi qanaqa tushuntirib beraman? O'zimizning tilimizda onsoqroq bo'lish uchun. Bekzod chuqur o'ylayapti-da hozir. Shuning uchun sizga aytaman. Artizandanmi, vodoprovoddanmi basseynga suv quyamiz to'ldirib. Rangi xaramtir bo'lib turadi-yu, bilasizmi? 2 kun turgandan keyin, 3 kun turgandan keyin tiniq suv bo'lib qoladi-yu. Mana shu xaramtir bo'lib turgan rangi-da.
2-3 kunda tiklanib ketish kerak, bu tiklana olmayapti. Bir oy yetdi bizga. Yo'q, bir oy Yarim yetolsa, oyda 2-3 kunda tiklanib ketish kerak o'zi. Nima sababdan uni bilyapman? Dengiz suvini o'zgartira olmaydi-ku. O'zgartira olmaysiz. Ha. Mana kislorod kamayib ketgan bir betda, o't ko'payib ketganning hisobiga. Birinchi minus. Ikkinchi minus yovvoyi baliq kerakligidan ko'payib ketgan. Yovvoyi baliq ko'payib ketganning hisobiga bu suvning gidroxiyamasini tiklaydigan narsalar bor-ku. Tikila olmayapti. Mana qarang. Yovvoyi baliq ko'payib ketgan ham etdi. Bu baliq misol uchun atqot yegandan keyin o'zidan organitskiy o'g'it chiqaradi, to'g'rimi? Axlatini chiqaradi. Axlatini 100% hazm bo'lmagan. Qayerdadir bitta dona qolib ketgan. Qayerdadir yana bitta ana polezli narsa qolib ketganda, u narsani krevetka bilan zooplanktonlar yerdi. Endi u krevetka bilan zooplanktonni boyiga yovvoyi baliq yeb qo'yapti. Yovvoyi baliq yeb qo'ygandan keyin boyiga qolib ketgan donni tiklanishi, o'zidan chiqarayotgan zaharli moddasi bor-ku, nimadir tomonidan yem bo'lmayapti-da, suvga bir me'yorda tarqalib ketyapti. Shuning uchun kislorod kamlik qilyapti bu yerda. Endi hozir suv ko'tarilsa, suv siqqanlik hisobiga, bosimli hisobiga, o'sha iminni quyosh nuri tushmagan-ku betlarga, soyoz bo'lgan, chuqur bo'lgan paytda. Bu narsalar hammasi konserva bo'lib o'tirganda, ko'rinmasdan, ishlamasdan. Mana endi suv kamayib kelgandan keyin yorug'lik yetib bordi-ku. U birinchi hayotidan ikkinchi hayotiga o'tayotgan paytda yoki tirilish kerak, yoki tiklanish kerak, yoki oziqa bo'lish kerak, nimagadir. Oziqa bo'ladigan narsasini kolleksiyasi yetmagan hisobiga bu suv buzilib ketyapti. O'sha baliqlarning turi, o'sha so'rniy baliq, yovvoyi baliq ko'payib ketgan hisobiga bu narsalarni qaytadan tiklaydigan narsani yeb qo'yapti. Bu uje bularga bu yil, keyingi yil u bilanka bemalol qishdan chiqadigan baliqda. Moslashib, adaptatsiya qilib, keyingi yilga ham sizlarni bu narsa kutyapti deganida, tushunasam. Bu narsa bilan boru globalniy, seryozniyroq kurashmasachi Bekzod, qafas baliqchilikni boru yig'ishtirib borishga to'g'ri kelib qoladi. O'zi shuni o'ylayveramiz. Ya, buni o'ylab bir Amakimga ham o'ylab yurishdi. Yechim qilishinglar kerak bu. Bu yechim yildan yilga chuqurlashib ketyapti bu narsa. Ha, buni yechimini qilish kerak. Buni yechimini qilmasa, tabiat biron bir tashkilotlarga chiqib gaplashish kerak, mutaxassislarni olib kelish kerak. Yana bitta ma'lumot, mash suv holatida, mana sizga yoqmayotgan, o'zi to'g'ri kelmaydigan suvda ham baqaton juda tez o'sadi. Nimaga bilasan? Yo'q, bilmayman. Yeyish kerak-ku buni nimadir. Baliq yemayapti. Ha, buni plankton yeyish kerak, zooplankton yeyish kerak. Yo'q-ku u narsa. Baqaton yeyapti uni. Bu tabiat shunaqa yaratilganda, ukam Alloh subhanahu va taolo bu yerni yaratganda aytganki, qiyomat kuniga to'g'ri istiqolarni hisobiga yasha deganda, bir-birini yeb, moddalar almashganlik hisobiga. Agar buni nimadir yemasachi, dunyo chiqindiga to'lib ketgan bo'lardi hozir. Qayta ishlanmaganda, nimadir qilinmaganda. Bu biz iste'mol qilayotgan baliqlarning suvegi bor-ku, suveg bo'lib yig'ilib qolganda, o'lgan odamlarning suvegi bo'lib, jasad bo'lib qolib ketganda bor-ku. Hamma yoq misol uchun musorxonaga aylanib ketgan bo'lardi. Bir narsaga bog'liq, bir almashib ketaveradi. Lekin mani yana fikrimni bilmoqchi bo'lsang, ukam menga qafas baliqchilik yoqmadi. Men qilmagan bo'lardim. 1 yil oldin aytdingiz. Ya mana hozir yanada ubiditsa qildim demoqchiman. Yanada ubiditsa qildim. Mani ko'lim bo'lganda hozir, ko'lim bo'lganda, bu misol uchun biron bir yo'lni chetda qilib, mashinamni qo'yib qo'yib, ichiga kirib olib, yoqib qo'yib, sinib, bitta xonaga 4 ta ko'mir yoqib qo'yib, issiqqa xonaga kirib, yoniga bitta stolni qo'yib, bir olov-polovni yoqib, oshnog'im bilan gaplashib o'tirgan bo'lardi. Bu sharoitda azobligini qarang. Sal oyog'ingni noto'g'ri bosarsang suvga tushib ketasiz. Qattiqroq hozir havo aynib shamol kelib qolsa boru, tog'a tura olmaysiz bu yerda. Shunaqa. Mashchi qasr attraksionga o'xshab o'ynab turadi. Ha, bahorning joyiga kirganimizda ko'rganmiz-da azob. Aprelda jinni shamollar bo'ladi. To'lqinni qaytishini poylab chiqib ketamiz deb u borgan sari kuchayaveradi. Sal kamayardi, suv borgan sari kuchayaveradi. Yana xayoldan nima o'tadi bilasan? Hozir buni temir boylagan yo'llar uzilib ketdi, ketsa U doimiy shunaqa xayolda yurasiz. Biz ham shunaqa. Hozir uzilib ketadi, hozir kirib ketamiz deb o'tirasiz. Hozir uziladi deysiz. Hatto buni tagida 7-8 kilolik yakrlar turibdi har birida. Barbiriga ham yurak qo'ymaydi. Shunaqa gaplar. Ustoz, endi odamlarga kontent qiziq bo'ldimi yo'qmi? Biz boricha ko'rsatishga harakat qildik. Qafaslarni ko'rdik, maza qildik. Va ko'yalarni ko'rdik. Mana vishilkalarni to'g'ri yuvishni qildirganmiz. Nima bilan? Ha, to'rlarni, mana bu vishilkalarni osib qo'yiladi, to'rli 3 fazali karcher apparatimiz bor. O'sha baqatorlarni bir sidirib, o'sha bakteriyalar, har xil narsalarni o'ldirib, yana quritib joyiga qaytarib tashlaymiz. Boyaga siz aytgandek sharoit bo'lganda, hattoki buni yuvishga ham hojat qolmas edi. Biz majburmiz shuni yuvishga. Aytgandek baqaton bo'lmas edi. Amur, boshqa baliqlar, misol uchun, o'shanga turkumiga to'g'ri keladigan baliqlar
baribir yetarli ichida hisobda bo'lgan. isqirt yig'adi-da, baribir to'rda holingizmi yo'qmi oladi baribirga. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari, sizlarga rahmat. Bekzod, senga rahmat. Motivatsiya bilan keldi. Ya, mayli endi qayerdadir savol javob bo'lsa kommentariyada yozsin, men qo'ldan kelgancha qayerdadir esdan chiqazgandirman. Vaqtimiz ham ozgina to'g'ri kelmay qoldi va balkim bir havo sal yaxshi bo'lsa kunduz kuni kelib bir Kunduz kuni albatta. ko'rib o'tgan paytda bitta olib berishga harakat qilamiz. Kelganingizga ham yo'q demasdan kelib ishtirok etib savol javob qilganingizga ham rahmat. Yozasizlar-da, yo'q. Nima gap? Rahmat hammanglarga. Mana sazarlarimiz. To'g'ri yeboradigan-da bu. Bu yog'ini videoga olmaymiz-da endi. Bo'l, yo'q, zakadram.